Bosh og'riqlari hozirda dolzarb mavzu bo'lib turibdi. Shu haqida xalqimizga ozgina tushuncha bersangiz. Bosh og'risa unaqacha e'tiborli darajada qaramaymiz bu holatga. Ba'zan o'sha qo'limizda, uyimizda, aptechkamizda, xonadonimizda nima bo'lsa, masalan oddiy aspirinmi, sitramolmi, pentalgin, trimolmi, endi juda ko'p shunaqa og'riq qoldiruvchi dorilardan foydalanamizda. Vaqtinchalik og'riqni qoldiramizda, yana ishimizni davom ettiramiz, chunki ko'pincha holatlarda bu yarimi hazil, yarimi chin ma'noda sog'lik ikkinchi darajaga tushib qoldi xalqimizda. Chunki hammamiz tirikchilik, boshqa muammolar bilan bandmiz. Aslida esa sog'lik albatta birinchi o'rinda turadigan holat bu. Endi nima qilish kerak? Sizlarga do'stona bir mutaxassis sifatida bir maslahatim, sog'liklaringga beparvo bo'lmanglarda. Chunki bosh og'rishini organizmimizda bo'layotgan turli jarayonlarga birinchi asab sistema javob reaksiya qiladi. Shu sababli mana masalan oddiy misol, odam bir haligi zaharlanish bo'lsa, alkogoldan zaharlanish bo'lsa ham yoki ugлекислый gaz deymiz, ko'mirlardan, uy sharoitida mana bir necha gazdan zaharlanishlar yoki kimyoviy birikmalar, zavod fabrikalarida ishlovchilarda surunkali zaharlanishlar, qanaqa organizmda yoki stresslar javob reaksiya sifatida albatta bosh og'riq shu boshda birinchi o'rinda shunaqa belgilar kuzatiladi. Albatta biz bunga bee'tibor bo'lmasligimiz kerak.